Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, hozir chiqib ketgan yigit necha pul qarz bo'ldi? Yo'q aka, shart emas, o'zlari beradilar. Aka, aytavering, o'zim o'rtog'im. Menda bo'lmagan payt uyim to'lagan. Xo'p, 580 ming bo'ldi. Mana. Aka, keyin mana buni ham olib qo'ying. Aka, chekda bo'lib turadi, o'zingiz tushunasiz-ku. Bitta gazli suv ham olib berib yuboring. Rahmat. Endi ketdik. Ke, onajon, kir. Oo. Bolam. Ona, Farruh kelibdi iftorlikka. Farruxjon kelgan edi bolam. Ay bolajonim, o'zim o'rgilaysandan bo'ylaringdan. Haqiqiy o'rtog'ingda bu, Bobur. Endi xolajon, Boburjon ishlari yaxshi bo'ladi. Ilohim yaxshi bo'lsin. Xudo xolasa, o'zim bilan Toshkentga olib ketaman. Men onajonimni yolg'iz tashlab keta olmayman. Bormading-a? Rosa bir qaysar odam ekansan-da. To'g'ri, Farruh. Onajon bir o'zlari. Otam bo'lganlarida ham boshqa gap edi. Endi ozgina sinov kelganda vatanimni onamni tashlab ketsam to'g'ri bo'lmas. Men qara. Taklifim o'z kuchida. Bir o'ylab ko'r. Sen kutaman. Albatta boraman. Sen ko'rishga. Ha, aytgancha, onam senga non berib o'rgandilar. Bitta hidlab ko'r. Bunaqa mehr bilan tayyorlangan shirinliklarni unutib qo'yman to'g'risi. Farruh, telefon qilganda ko'tarib tur. Sen sog'inaman do'stim. Sog' bo'l.